İslamda to'ydan burun muhabbatlashish cheklangan harom ish bo'lsa, undaqda biz qandoq to'y qilamiz? Bir-birimizni tunumay, bir-birimizni bilishmay turib, qandoq bir uyga kiramiz? Bir qism yoshlar siz islomda muhabbatlashish cheklangan harom ish dedingiz. Undaqda biz to'ydan burun muhabbatlashmasdan, bir-birimizni bilmay turib, qandoq turmush quramiz, qandoq bir uyga kiramiz degan savollarni so'rayotdi. Amaliyotda muhabbatlashmay turib to'y qilish mumkin emasmi? Muhabbatlashish turmushga foydaliqmi yoki ziyonliqmi? Bizning bu yerda muhabbatlashishdan maqsad qilganimiz qiz o'g'illarning to'y qilishdan ilgari bir mezgil oralashib bir-birini sinab ko'rishini maqsad qilamiz. Masalan, birga choy ichidi, tomoq yeydi, dengiz saylis qiladi. Ammo bu oralashishning o'lchami qayergachilik, nagachilik taraqqiy qilib boradi, nada to'xtaydi. Bu oralashishda qandoq ishlarni qiladi, qandoq ishlarni qilmaydi, buni hech kim belgilayolmaydi ham to'siy olmaydi. Bu xil muhabbatlash deb atalgan to'ydan burunqi nikohsiz aloqa jamiyatimizga shu qadar singib kirdiki, hatto yosh o'g'illarning iddisida muhabbatlashmay turib to'y qilish mumkin emasdek, hatto muhabbatlashmay turib to'y qilsa turmushi xushal o'tmaydigandek, g'albilik bo'lmaydigandek bir holatga keldi. Eng xatarligi bu xil ahvollarni ota-onalar cho'nglarni qabul qiladigan deyuzlarcha bir ahvol qarab ketyapmiz. Ajaba muhabbatlashmay to'y qilish mumkin emasmi? Yoki muhabbatlashmay to'y qilsak turmushimiz mag'lubiyatdan oyoqlashamdi? Hargiz undaq emas. Masalan, qarab boqadigan bo'lsak, bizning ota-onamiz hech qachon muhabbatlashib to'y qilgan emas. Aslida bizning dinimizda emas, turmush urf-odatimizda muhabbatlashish deydigan bir narsa bizda yo'q. Shuning uchun bizning ota-onalarimiz garchi savossiz bo'lsa-mu, turmushi haromdan yiroq pokiz shaklda boshlangachqa, ulardan yaromliq, pokiz qalbli saf kishilar yetishib chiqqan. Turmushda ayollarning taqvodorligi, haromdan saqlanishi va turmushining pokiz holatda, saf holatda boshlanishi farzandlarning istiqboliga ta'sir ko'rsatadi. Buningga tarixdan nurg'ulg'an o'rnaklar bor. Ba'zi yoshlar to'ydan burun muhabbatlashib, bir-birimizni tushunib bo'lgandan keyin turmush qursak, turmushimiz texmi xushal, texmi g'albilik o'tmamdi deb o'ylaydi. Albatta, to'ydan burun o'g'il qizni, qiz o'g'ilni ma'lum darajada tushunish kerak. Ammo to'ydan burunqi muhabbatlash nomi bilan atalgan, oylarcha, yillarcha suzadigan bu nikohsiz aloqani garchi biz tunishish, bir-birimizni tushunish deb atsaqmi, amaliyotda bu bir-birimizni tushunish emas. Bu ko'p hollarda o'g'illarning ko'ngil xushligini chiqarish, qizlarning yulanchiq bir orqa tirak izlashidan kelib chiqqan vaqtli qiziqish. Shunga ko'p hollarda qizlarning ularga yaqindan ko'ngil bo'ladigan ota-onasi yoki aksi bo'lmagan ahvollarda qizlar bu yo'lga nihoyat osonlik kirib qoladi. Ikkinchidan, buni biz haqiqiy to'y qilish maqsadida bir-birini tushunish uchun muhabbatlashdi deb tushunib turaylik. Bundaqda bir o'g'il qizni yoki qiz o'g'ilni tushunish uchun qanchalik vaqt aralashish kerak, qancha qatim birga tomoq yeyish kerak, qancha qatim yolg'iz xoli qilish kerak, qancha qatim birga dengiz saylis qilish kerak, qancha qatim kechalari to'xtamay paranglish kerak. O'g'il qizlarning bir-birini tunishining o'lchami nima? Buningga hech kim javob bermaydi. Uchinchidan, o'g'il qizlar to'ydan burun muhabbatlash jarayonida bir-birini to'g'ri shaklda tuniy olmaydi. Chunki bunda holatda mayli o'g'il bo'lsin yoki qiz bo'lsin, qarshi tarafga nisbatan rol olgan, o'zining faqat chiroyli, yaxshi tarafini ko'rsatgan bo'ladi. Shunga qiz o'g'ilni, o'g'il qizni xato tunib oladi-da, to'ydan keyin to'ydan burun o'g'ilni qiz topolmaydi, o'g'il to'ydan burun qizni to'ydan keyin topolmaydi. To'rtinchidan, to'ydan burun muhabbatlash to'y qilganlarning turmushi to'y orqali qizg'inlik va yangicha kayfiyat bilan boshlanmaydi. Chunki ular to'ydan burun muhabbatlash jarayonida nurg'ulg'an gaplarni qilishib bo'lgan, nurg'ulg'an ishlar yuz bergan bo'ladi. Demak, ularda to'ydan burun ko'p qism hayo pardasi yirtilgan bo'ladi. Shuning uchun to'ydan burun muhabbatlash to'y qilganlarning boshqalarning uchrashtirishi va tunishtirish bilan ko'rishib to'y qilganlar qaraganda turmushga nisbatan qizg'inligi tuvan va ajrish nisbati yuqori bo'ladi ekan. Masalan, Erciyes universiteti psixologiya maslahat yetakchisi va tadqiqot markazining mudiri Mustafa Atakning aytishicha, to'ydan burun muhabbatlashib to'y qilganlarning boshqalarning uchrashtirish orqali ko'rishib to'y qilganlar qaraganda ajrish nisbatining yuqori ekanligi. Buning sababi to'y qilishdan ilgari har ikki taraf o'zining haqiqiy xarakterini yushish ekanligini o'tirib qo'ygan. Turkiyadagi oila va ijtimoiy xizmatlar ministrligining sobiq bosh ministri Selma Aliya xonimning ta'limoti bilan Turkiyadagi 12 shaharda ajrashib ketgan 2000 oila ustida bir tadqiqot olib berilgan. Bu tadqiqot natijasida to'ydan burun muhabbatlash to'y qilganlarning ajrish nisbati 36.7% bo'lgan. Boshqalarning tunishtirish orqali ko'rish to'y qilganlarning ajrish nisbati 20.5% bo'lgan. Bundan boshqa bu haqdagi har qanday bir ilmiy tadqiqotlarga qarab boqadigan bo'lsak, umuman hammasi degudek to'ydan burun muhabbatlash to'y qilganlarning ajrish nisbati boshqalarning uchrashish orqali ko'rish to'y qilganlarga qaraganda yuqori bo'lgan. Demak, islom bizni nimadan cheklagan bo'lsa, demakki uningda bizning dunyoligimiz va oxiratligimiz uchun cho'qim
cho'qim yaxshilik bor. Nurg'ulg'a yoshlar biz yomon ish qilmaymiz, yomon gaplarni deyishmaymiz, faqatli ko'rishimiz, telefonlashimiz deb o'zini aldashi mumkin. Amaliyotda yomon ish faqat zinonlar ko'rsatmaydi. Payg'ambar alayhissalom al-aynani tazniyan, ko'zni zino qiladi. Ko'zning zinosi haromga qarash. Qo'lni zino qiladi. Qo'lning zinosi haromni tutish. Putni zino qiladi. Putning zinosi haromga minish. Eg'izni zino qiladi. Eg'izning zinosi nikohsiz holatda suyish degan. Shunga o'zingizni biz faqat paranglashimiz deb aldima. To'g'ri, beshida faqatla paranglasisiz. Keyin taraqqiy qilasiz. Beshida deyishdan xijil bo'lgan gaplarni keyin kundalik gapingizga olishadi. Keyin undan cho'ng ishlar yuz berishi mumkin. Chunki payg'ambar alayhissalom hadisda bir o'g'il bilan qiz xoli qolgan vaqtida uning uchinchisi shayton bo'ladi degan. Ba'zi yoshlar mendan mundaq bir savolni so'rayotdi. Ajaba birisini yaxshi ko'rib qilishimiz gunohmi? Men qalbimga ega bo'lamadim, qanday qilaman deyotdi. Bu savolga javob berishni ilgari mundaq bir ishni tushunishimiz kerak. O'g'illarda qizlarga nisbatan, qizlarda o'g'illarga nisbatan, ya'ni har jinsda qarshi jinsga nisbatan qiziqishning bo'lishi tabiiy. Buni Alloh o'rnatgan. Ko'p qism o'g'il qizlar o'zidagi bu xil vaqtli qiziqishni yaxshi ko'rib qilish deb tushunib qoldi. Undaqda haqiqiy yaxshi ko'rish, ya'ni ishq yo'qmi? Bor. Oz sonda bo'lsa-mu? Bor. Alloh taolo insonning qalbiga ishq, ya'ni haqiqiy muhabbatni va muhabbatni qabul qiladigan bir ko'ngilni qo'ygan. Bir insonning qalbi Alloh va uning payg'ambariga bo'lgan muhabbatdan xoli qolgan vaqtida Ibn Qayyim Jawziy aytgandek, u odamni Alloh taolo insonning muhabbati bilan imtihon qiladi. Agar siz shundaq bir imtihonga duch kelgan bo'lsangiz, Allohdan tilang. To'g'ri, buningga inson ega bo'lolmaydi, lekin harakatingizga ega bo'la olasiz. Agar siz uni haqiqiy shaklda yaxshi ko'rsangiz, haromga tortib o'tga ittirmang. Alloh taolo sizning qalbingizdagi ishdan sizni hisob olmaydi, ammo harakatingizni hisob oladi. Agar siz uni haqiqiy yaxshi ko'rsangiz, uni haromga tortib o'tga ittirmay, ishni yo'li bilan qilib, chiroyliqcha qizning uyiga odam avating. Nikoh rizq ishi. Rizqingiz bo'lsa, yetsiz. Agar siz rizqingiz yo'q birisiga ko'ygan bo'lsangiz, bu sizning hayot dunyodagi eng chong imtihoningiz bo'ladi. Siz bundaq ishqni qalbingizga ko'mib o'tib, uning o'rniga Alloh va uning payg'ambarining ishqini qo'ying. Tarixda rizqi bo'lmagan kishilarga ko'p bu ishqqa yetolmay, uni qalbiga ko'mib o'tib, mushu ishqning ta'sirida nurg'unlagan natijalarni qozongan, hatto mashhur shoir va adibga aylangan kishilar nihoyat ko'p. Demak, siz bu ishqni joyida kontrol qilib, qalbingizga ko'mib olsangiz, siz bu ishqni nihoyat zo'r bir energiyaga aylantira olasiz va dunyoda ishqdan boshqa nihoyat go'zal va muhim ishlarning borligini bayqaysiz. Bu haqda ota-onalarga va cho'nglarga shuni tavsiya qilamanki, agar sizlar bolalaringlarda ma'lum birisiga vaqtli qiziqish emas, haqiqiy bir ishqni his qilsanglar, uningga jinoyatchiga muomala qilgandek muomala qiling. Onunğa bir kasalga muomala qilgandek muomala qiling. Chunki ishq Ibn Qayyim Jawziy aytgandek, qalb kasalliklaridan biri kasal. Agar ma'shuqning diniga va axloqiga rozi bo'lsanglar, ularni murodiga yetkazib qo'ying. Hargiz ularni ayirib etishni savoblik ishdak, ibodatda ko'rmang. Chunki payg'ambar alayhissalom lam yura lil mutahabbina mithlun nikah. Oshiqlarning nikohdimi yaxshi davosi yo'q degan. Sahobalarning davridimi bir-biriga oshiq bo'lgan ahvollar yuz bergan. Sahobalar buning qanday muomala qilgan? Masalan, Abu Bakr roziyallohu anhu bir kuni yo'lda ketayotganda bir qizning uning qashidan bir she'rni o'qib manganligini anglab qoldi. Bu she'rning mazmuni bunday: Ko'yginimda mansabi zilvo edim talchiq kabi. Abu Bakr roziyallohu anhu darhol o qizni to'xtatib, undan so'raydi: "Sen hurmu yoki dedakmi?" Qiz: "Men dedak" deb javob. "Sen kimga kuyib qolding?" deb so'raydi. Qiz xijil bo'lib degil unamaydi. Abu Bakr roziyallohu anhu qasam qilib uni xotirjam qiladi. O qiz ko'ygan yigitini, ya'ni she'ri bilan ifodalab mundaq deydi: "Bir ishi qalbini o'ynar ko'ydirib, shu kuyuk jinimga soldi eg'ir dard. Kim u deb so'rasam, jonni ko'ydirgan. Qosimning o'g'li u, ismi Muhammad." Buni anglagan Abu Bakr roziyallohu anhu u qizni xo'jayinidan setib olib, ozod qilib, mashq bo'lgan yigitning dadasining qashiga opirib, bu ikkisining beshini bog'lab qo'yishini aytdi. Osmon roziyallohu anhuning mushuning o'xshash oshiq mashqlarni visoliga yetkazgan bir voqelik bor. Oxirida qizlarga shuni eskartamanki, va'da qasamlar bilan meydisiga mushlagan o'g'illarga aldanmanglar. Haqiqiy ishq badal talab qiladi. Haqiqiy oshiq mashqini haromga o'tga ittirmaydi. Tuli meydisiga mushlab sensiz yashayolmayman deydigan shirin so'zlar dal aldamchilar. Ular siz bilan tunishdan ilgari sizmi yashagan, keyin havsi besiqsa sizni tashlab yana yashayveradi. O'g'illarga shuni eskartamanki, birdamdala o'zini sizlarga topshirib etgan ra'nolar, hamoqat qizlar. Ular mangulik hamroh jo'r bo'lishga yaramaydi. Bunda qizlarning ko'pinchisi hayot safaridagi hamroh izlab emas, balki mehr sirg'anligi yoki bexatarlik tuyg'usi ojizlab o'ziga bir yulanchuk aka yoki dada izlayotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun o'zinglarni behuda azoblab, hayotinglardagi oltin davri bo'lgan bu yoshlik davringlarni nobud qilmang. Turmush hissiyat emas, aql talab qiladi. Undaqda mening islomiy oila qurg'im bor. Islomda jo'ra tanlash qandoq bo'ladi? Nimalarga diqqat qilamiz? Nimalardan saqlanamiz? To'ydan burun qiz bilan qancha qatim ko'rishsak bo'ladi? Bu qizni qandoq tunaymiz, qandoq bilamiz? Bu haqdagi mazmunlarga qiziqsanglar, diqqatinglar, kelargi darsimizda bo'lsin.